9-misolda ishimni qaraylik uni. Px ni x minus 1 ga bo'lganda qoldi 3 ga teng ekan. Qx ni x plus 2 ga bo'lganda qoldi 2 ga teng ekan. Endi mana bu x minus 1 0 ga tenglasam, x teng 1 bo'ladimi? Shundan p1 teng 3 ekanligi kelib chiqadi-da. Bunga bo'linsa, ya'ni qoldi 3 ga teng bo'lyapti. Shuning uchun mana bu x minus 1 0 ga tenglaganday qiymati x teng 1 bo'lgani uchun p1 teng 3 bo'ladi. Endi bu tomonda ham xuddi shunga o'xshash. X plus 2 ni 0 ga tenglayman. X teng minus 2 bo'ladi va demak q minus 2 dagi qiymati 2 ga teng bo'ladi. Mana bu qoldiqqa teng bo'ladi. Endi mana bu ifoda berilgan ekan, a ni topish kerak ekan. Endi qarang, hozir mana bu berilgan x o'rniga 0 bersam, mana bu yerda 1 paydo bo'ladi, mana bunga o'xshab. Va 0 bersam, bu yerda minus 2 paydo bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun x o'rniga 0 beraman. P 0 ga 1 P1 plus 2 q 0 dan 2 narsam q minus 2 teng bo'ladi a ko'paygan. Bu tomonga ham 0 beraman albatta. 0 minus 2 plus 4. P1 mana 3 ga teng edi. Q minus 2 2 ga teng edi. Plus 2 kere 2 teng minus 2a plus 4 bo'ladi. Minus 2a teng 3 bo'ladi va a teng minus 3 taqsim 2. Endi siz shu misollarni qo'lingizga ruchka daftar olib ishlab ko'ring. Shunda yaxshi esda qoladi. Bo'lmasa bunday videoni ko'rib qo'yganingizdan esda qolmaydi.